Assalomu alaykum o'rtoqlar. Navbatdagi furgon. Zavod holatini ozgina o'zgartirdik. Hamma o'zini yo'nalishi bo'yicha qulaylik qilib oladi. Xo'p, atsinkovka tunikadan qalinligi 1,5 qalinlikda. Xullas, apshipka qilib berdik. Ikkita yonboshi, ikkita oldi orqa zashita darvozasi bilan. Xo'p, bularni qo'yib berganmiz. Zashita chiroyli qilib zaklyopkada. Mana. Hammasi ko'ngildagidek. Tog'a ko'ngildagidekmi hammasi? Rahmat, hammasi ko'ngildagidek. Xo'p, yana olib kelasiz. Ikkinchi qolgan mashinani olib Qolgan mashinani olib kelasiz. Akalarimiz stroy material bilan shug'ullanishadi, o'zlariga qulay qilib olishdi bemalol. Ha, poliga solgan narsamiz ham xudo xohlasa suvdan qo'rqmaydi, ishib ketmaydi. Bemalol foydalansalar bo'ladi.